Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz ovqatlanishning organizmga ta'siri haqida gaplashamiz. Ovqatlanishda tarkibining buzilishi va tarkibining buzilishi turli xil kasalliklarga sababchi bo'ladi. Masalan, ertalabki yeyilgan ovqat 12 gacha bo'lgan vaqtda 100% gacha organizmda hazm bo'ladi. Soat 4 gacha yeyilgan ovqatlar esa 70% gacha hazm bo'ladi. Soat 6 dan keyin yeyilgan ovqat 2% gina hazm bo'ladi, qolgan qismlari esa organ va to'qimalarda toksinlar sifatida yig'ilib qoladi. Bu esa kasalliklarni keltirib chiqarishi uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi, yeyilgan ovqatning tarkibida bo'ladigan har qanaqangi makro va mikro elementlarning yetishmasligi, kerakli antioksidantlarning yo'qligi, kerakli miqdorda kletchatkalarning yo'qligi yanada kasalliklarni olib kelishiga sabab bo'ladi.